Ey Allohning payg'ambari, bu Allohdan kelgan vahiydir. Bu shaytonning tuzog'idan eshikka tomon qoch. Menimcha bu yerdagi vaziyatni kimdir tushuntirib berish kerak. Rafiqangizni nomusini toptamoqchi bo'lgan kishi uchun eng og'ir qiynoq va qamoqdan boshqa qanday jazo bor? Meni guvohim bor. Qani u? Kim guvohlik beradi? Mening guvohim shu yig'layotgan chaqaloq. Meni masxara qilyapsanmi? Siz uchun qilgan barcha xizmatlarim haqqi o'sha bolani bu yerga olib kelishingizni so'rayman. Kisi, gapir. Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa ayt. Men Robbimning so'zlarini uning izni bilan aytyapman. Agar ko'ylak old tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybsiz, Yusuf aybdor. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybdor, Yusuf esa aybsizdir. خالفت من جراه قول فلان